Barchamiz kompyuter yig'dirsak yoki sotib oladigan bo'lsak, kompyuterimizga albatta o'zimizga yoqtirgan o'yinni yuklab olamiz. Menda bu God of War o'yini bo'lsa, sizda bu Dota 2 yoki CS:GO o'yinlari yokida o'zingiz yoqtirgan o'yin bo'lishligi mumkin. Hozirgi videomizda bir saytni aytib o'taman. Bu saytdan siz tekinga o'yinlarni yuklab olsangiz bo'ladi. Steamdan $40 yuklab olganingizdan ko'ra $0 yuklab olsangiz bo'ladi. Ammo siz Turon Telekom provayderidan foydalanishingiz kerak. Agarda foydalanmasangiz ham urinib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Agarda o'xshaydigan bo'lsa, bemalol o'yinlarni tekinga yuklab olsangiz bo'ladi. Xo'sh, qani videoni boshlaylik. Ulardan birida o'zimga kompyuter yig'dirdim va o'zim yoqtirgan God of War o'yinini yuklab olishim kerak edi va bu o'yinni ikkita yo'l bilan yuklab olishim kerak edi. Birinchisi bu menda Steam bo'lsa, ikkinchisi bu men hozir sizga aytib o'tadigan sayt. Xo'p, Steamga kirgan paytimizda men u o'yinni qilardim. Ya'ni bu God of War o'yini edi. Xo'p, bu o'yin o'sha eski mifologik o'yin, juda ham qiziqarli, sayohatga boy va ko'p narsa o'rgansangiz bo'ladi. Xo'p, hozirda Steam buni bizga $15 ya'ni $15.99 taklif qilyapti. Ammo buni men tekinga yuklab oldim va ekranda ko'rib turgansiz, mana God of War o'yini turibdi. Xo'p, agarda buni pulga yoyadigan bo'lsak, bizda $16 necha pul bo'ladi? 207.251 so'm bo'lar ekan. Agarda meni kunlik hisob-kitobimga chamaydigan bo'lsak, meni 4 kunlik ishga borib kelib obed qilishim va yo'lkira haqqimni ketkazadigan pulim ekan. Xo'p, bu 207.000 xo'p, topsa bo'ladigan pul, ammo Steam oldin men God of War o'yinini tergan paytimda $40 edi. $40 esa bu 500 qanchamdir, hozir aniq sizga aytaman. $518.127 so'm ekan. Bu 10 kunlik kunimga to'g'ri keladi. Albatta bu o'yin o'sha pulga arziydimi? Agarda men har kuni $40 dan pul ishlaganimda yoki undan ham ko'p ishlagan yuklab olib turib foydalangan bo'lardim, chunki bu o'sha o'yinni yuklab chiqargan, ya'ni o'ylab topgan, yaratgan insonlarga bu sizni minnatdorchiligingizni qo'l varianti bo'ladi, ya'ni siz pul bilan ularga minnatdorchilik bildirayotgan bo'lasiz. Quruq gaplardan ko'ra yoki minnatdorchiliklardan ko'ra. Xo'sh, ana endi sizga o'sha saytni aytib o'tsam, bu Turon Telekom ilovasidan o'sha berilgan, saytidan Turon o'sha providerdan berilgan sayt. Bu saytda siz o'yinlarni tekinga yuklab olsangiz bo'ladi. Albatta uning uchun meni fikrimcha Turon providerdan foydalanishingiz kerak. Agarda foydalanmasangiz ham foydalanib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Balkim o'tkazsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda qanday qilib o'yiningizni qidirib topsangiz va qanday qilib yuklashni hozir men sizga tushuntirib o'taman. Buning uchun God of War deb probel tugmasini bosamiz va bizda mana ikki xil God of War, ya'ni 3 xilini ko'rsatib beryapti. Misol uchun biz Ragnarok o'ynamoqchi bo'ladigan bo'lsak, открыть ссылку в новой вкладке qilib ochib olamiz yoki ustiga bossangiz ham bo'ladi. Mana o'yinimiz. Xo'p, albatta bu yerda xarakteristikalarida sizni kompyuteringiz bu o'yinni ko'tarish kerak. Misol uchun protsessor i5 4670K ekan. Hop, Ryzen 3 1200 kerak bo'lar ekan. Windows 10, mana Windows 11,
operativkasi 8 ekan, manda 16 video karta 6 GB, GeForce RTX 1060 bo'lishi kerak ekan, bizda 3060. Hop, sizni diskovotingizda 160 GB joy olar ekan. Albatta, o'yin judayam judayam kuchli grafika, shuning uchun ichida ma'lumotlari ko'p va qiziqarli o'yin. Hop, hozir men sizga bu o'yinni yuklab turib ko'rsatmayman, chunki bizga kamroq megabaytdagi o'yin kerak. Misol uchun mana 1.5 giga. Hop, bizga bo'ladi bu o'yin. Screenshotlari nima ekan? Qanaqadir maxluqlar. Hop, qisqasi uy buzish va nimadir to'g'risida ekan. O'yin 13 dekabr 2024-yilda ishlab chiqarildi. Hop, skачать tugmasini bosamiz. Bizda skачивание boshlandi. Сохранить qilamiz. Hop, sizda oddiy сохранить bo'lishni boshlaydi. Va hozir mana bu bitta ko'rayotgan belingiz bu tashqarida chiqadigan bo'lsak, mana bu xo'sh, mana Diamond Tools Lite ilovasi. Buni saytini men sizga описаниеda yozib qoldiraman va Games TNU'da ham описаниеda yozib qoldiraman. Shu orqali ko'rib yuklab olsangiz bo'ladi. Hop, katalog joyiga kirasiz va biz yuklab olgan o'yinni shu yerga tashlaysiz. Sababi biz hozir yuklab olayotgan o'yinimiz bu o'yin fayl ko'rinishida bo'ladi va buni fayldan siz xuddi bunaqa o'yin ko'rinishiga olib kelishingiz kerak. O'yin ko'rinishiga olib kelganingizdan keyin uni kompyuteringizga yuklab olasiz va yuklab olganingizdan keyin u kompyuteringizga tushadi va o'yindan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, o'yinimiz hozir 19:8:7 ozgina sekundlar qolibdi. Xo'p, mana готово. Xo'p, endi buni olamiz va bizda set up уже o'yin. Xo'p, o'zi o'yin bu ilovamizga avtomatik tushishi boshladi. Bu o'yin avtomatik tushishni boshladi. Siz nima qilasiz? Buni oq varianti bo'ladi. Misol uchun mana bu. Shuni olasiz va mana bu yerdagi timerga tashlaysiz. Tashlagan paytingizda hozir mana kletka turibdi, mana tushib turibdi. Kletka tushib turibdi. O'zi tushmagan bo'ladi. Siz o'zingiz qo'l bola tashlashingiz kerak. Ana endi bu o'yinni bosamiz. Okey va dalya tugmasidan Dimizga yuklab turgan holatda bu bizga kerak emas. Пуска doполнительные ярлыки va uстановка tugmasini bosamiz. Xo'p, u uстановка qilishni boshladi va o'yinimizni qayerda? O'yinimizni hali tushunibdi nimaga. O'yinimiz yuklandi, ammo men ko'rmayman.
qisqasi mana shunaqa ekan. Men buni sizga obdan tushuntirib o'tirmayman, chunki siz vaqtingiz ketyapti va hop, aytib o'tmoqchi bo'lganim shu edi. Saytdan foydalaning. Hop, bu saytda har xil o'yinlar bor. Misol uchun Cyberpunk yo'q, Cyberpunk 2077. Mana Cyberpunk o'yinimiz. O'zingiz yoqtirgan o'yiningizni to'g'ri terasiz va probelni bossangiz bo'lgani. Iskach qilsangiz chiqmaydi. Mana chiqdi. Oldin chiqmayapti. Hop, chiqdi mana. Misol uchun podrobniyni bosasiz va 2022-yil chiqqan ekan. O'yindagi skrinshotlar, grafikasi ajoyib, chotki, bunga bo'lish mumkin emas. Chiqamiz. Hozir skachatni bosasiz. O'yin necha giga? 70 giga ekan. Yuklab olasiz va maza qilib foydalanasiz. Misol uchun mana God of War o'yinini ko'rsatdim. Xo'p, shu bilan kanalimga obuna bo'ling, like bosing, komment qoldiring albatta. Avvalambor, mana esa God of War o'yinimni o'ynashga ketdim.